Ko'zko'cha videomizdan keyin kommentariyada so'rashdi, ko'chaman bilan ko'zko'chani nima farqi bor? Aslida ikkalasi ham olib qarasa sifat, lekin bularning orasidagi farq nima? Kichkinagina farq bor, lekin juda ham muhim farqlardan bittasi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Ko'chamandan keyin ot kelishi kerak va ko'chaman bizga nimadir sifatlab beradi va u pozitiv holatda ishlatiladi. Masalan, benim bir arkadaşım kocaman bir evde oturuyor. Judayam katta bitta uyda yashaydi degan narsada ishlatsa bo'ladi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Bu yaxshi ma'noda, prosta pozitiv holatda aytyapti. Lekin ko'zko'cha bo'lsa, oldingi videomizda aytib o'tganimizdek, ko'proq bu endi negativ ma'noni beradi. Ya'ni qanaqa holatda ishlatamiz? Ko'zko'cha bir odam böyle bir şey yaptı ya. Shu xil holatda ko'rib ketganmiz. Ya'ni shundoq unvonli yoki shundoq katta odam shunaqa ish qildi ya. Nimasi to'g'ri endi buni degan ma'noda ishlatiladi. Ko'rib turganingizdek, ko'chaman so'zidan keyin qanaqadir so'z kelyapti, lekin u pozitiv holatda kelyapti. Ko'zko'chadan keyin esa qanaqadir ma'no baribir negativ, ya'ni olumsiz bir ma'no beryapti. O'shaning uchun ikkalasining farqini bilib ishlatganingizda foyda bor arkadaşlar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, beni takip etmeyi ve bu farqı bilmeydiyen tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Görüşmek üzere.